tushunch keladi narxni. Lekin gap yo'q. Qop-qora bayir izlotuvchisini topib qo'ydim-ku. Buni salonni ko'ring, hali ideal bo'lib turibdi. Bu bunaqalarda kamdan kam chiqadi. Noyob, hali ijtimoiy tarmoqda ham ko'rmagansiz aynan shu mushlarni. Orqada ham joylari bor, lekin gap yo'q. Multirul hammasi bor. Klimat kontrolgisini polniy avtomobilni boshqarsiz bo'ladi. Qarang, voy bismillah, buni qarang. Endi bu mushdan saloniga o'tirganingizdan keyin umuman tushgingiz ham kelmaydi. 2018-yil halol probegi 91 ming ekan. Lekin gap yo'q, bosib olish kerak ho'jaki. Luboy erkakning orzusi yoki hamma qaraydi aynan shu avtomobilga. Men o'zida hamma erkak maza qiladi, lekin wow, gap yo'q. Lekin biznesingizni yoniga qo'yib qo'ysangiz, aynan shu avtomobilni ko'rish uchun ham odamlar kelishadi. Lekin gap yo'q. Odamlar ko'rganda 90 ming, 100 ming dollarlik avtomobil deb o'ylashadi, lekin narxi ham zo'r narxda. Egalari sotish uchun olib chiqmagan, o'zlari haydagan ekanlar. Siz bosib olmasangiz bo'lmaydi. Srochniy avtomobilni 33 ming dollarga bosib olsangiz bo'ladi. 2018-yilda kraskalarni o'z tekshirtirib olaverasiz. Ho'jaki, bosib oling endi.